Hammaga assalomu alaykum. Nilu Flowers kuzatuvchilari, qizlarjonlar yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan trenddagi g'uncha qolipimizdan gul tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Craft idishimizga hali yig'ilishini ham ko'rsataman. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda bizga qolip kerak bo'ladi. Qoliplarimizni o'zimiz tayyorlaymiz. Vakuum apparatda 2 xil silikon aralashtirib, sifatini shunaqa zo'r qilib beramiz. Zakaz asosida hamma viloyat tumanida dastavkamiz bor. Menda hozir bu yerda 4 ta qolip, sababi vaqtim juda ham kam, tezroq tayyorlashim kerak gulimni. Qancha ko'proq qoliplar bo'lsa, ishlaringiz shuncha oson va tez bitadi. Bir xil qolipdan menda 4 ta hozir qo'limda g'uncha qolip bu. Hozir tayyorlashim davomida chiqqan guldan ko'rib, o'zlaringiz baho berasizlar. Juda ham chiroyli bu g'uncha qolipimiz. Bunga zakaz ham juda ham ko'p hozirgi kunda. Shundan men 4 ta qolipni tayyorlab oldim. Qoliplarimiz uchun pulli rezinkalari kerak bo'ladi bittadan. Sovunimizni eritishga, mikrovolnovka uchun shunaqa plastmassa krujkalarimiz bundan ham sotuvda bor. Kerak bo'ladi hid. Hid menda ozgina qolgan idishimga. Hidlarni 3 xil grammda beramiz. Bu 100 grammlik idishimiz, 50 grammlik idishimiz bor va mana bunaqa kichkina idishga 10 grammlik hidlar ham sotamiz. Hid kerak bo'ladi, bejviy rang kerak bo'ladi. Bejviy rang ham bor. Ranglarni shunaqa silkitib, yaxshilab chayqab ishlatamiz qizlar. Ranglarimiz juda ham barakalik. Bittasi ancha oyga yetadi, 1 yilga ham yetadi kerak bo'lsa. Xo'p, keyin bizga kerak bo'ladi sovun asnovalarimiz. Bu menda ishlatilgan asnova qizlar. Ozginasi ishlatgan edim. Uchun yangi olib o'tirmadim. Ozginasi ishlatgan edim. Xo'p, bu asnovamiz 38 minglik asnovamiz, idishli asnova. Maliniy tayyor ranglik bu. Hozir maliniy bilan bejviy g'uncha qilib craft idishga ko'rsatmoqchiman, darslik qilib sizlarga. Xo'p, sovun asnovamiz hidsiz bo'ladi qizlar, hech qanaqa hidi yo'q. Uni hid qo'shib eritib tayyorlaymiz. Bu asnovamizdan ishlatilgan asnova. Asnovalarimiz asosan o'zi 1 kilodan bo'ladi, bitta qadoqda. Mana qizlar, bu suvni asnovasi. Menda shuncha qolgan ekan, yarim kiloday. Yarimni ishlatgan edim. Hozir birinchi shu oqdan boshlaymiz. Telegram kanalimiz qizlar. Shunaqa qilib yozsalaringiz Telegram kanalimga kelib chiqadi. Mahsulotlarim hammasi narxlari bilan, qoliplarim hammasi rasmlari narxlari bilan tashlangan. Bu Instagram akkauntim. Bemalol Instagramga ham podpiska tashlab qo'ysalaringiz, yitirib qo'ymaysizlar profilimizni. Asnovamizni kichkina kubik qilib yog'raymiz. 4 ta bejviy rangli g'uncha, 4 ta maliniy rangli g'uncha qilmoqchiman. Chunki idishimiz kichkina yetadi. Ortidan qolishi kerak. Idishimizga bejviy qilamiz, bittasida maliniy rangli asnovani to'g'rab olamiz. Mikrovolnovkalaringiz bo'lsa, ishlaringiz juda ham oson bo'ladi. Mikrovolnovka bilan 13 yoshlik, 12 yoshlik qizlar ham bemalol xavfsiz ishlasa bo'ladi-da qizlar. Mikrovolnovkasi yo'qlar, gazda bug'da eritsa bo'ladi, xuddi shokolad qaynatganday. Eritganday shokoladni xuddi shunaqa qilib asnovalarni eritasizlar, lekin bundan kichkinaroq qilib to'g'raysizlar, no'xatday qilib. Mana mikrovolnovka bo'lganligi uchun farqi yo'q. Katta bo'lsa ham bittada bir xil qilib eritib beradi, zo'r qilib. Shunga yetib qoladi. Endi maliniy asnovani sepib chiqamiz. Ikkala asnovamizni ham sifati juda ham zo'r. Ikkala firmani, ikkala zavodni ham o'zimning sinovimdan chiqqan, bemalol olib ishlatsalaringiz bo'ladi. Terlab qolish uni qilib bo'lmaydi o'zidan o'zi. Qachonki terlab ketadi, asnova sovunni eritish payti qaynatib yuborsalar, sovun asnovalaringiz eriyotgan jarayonda qaynasa, o'zi terlaydi. Bunayga o'zidan o'zi terlamaydi. Ko'p asnovalar o'zidan o'zi terlaydi. Qaynatib yubormasalaringiz ham ularga qisqacha terolmaymiz. Faqat men o'zimning mahsulotlarimga, o'zimning sovun asnovalarimga sifatiga javob berib bilaman, sababi bular meni nomdan o'tgan. Tajribamdan o'tgan. Bemalol qo'rqmasdan zakaz qilib ishlaringizni boshlasangiz bo'ladi. Juda ham oson. Hozir ko'rasizlar qanaqa osonligini. Mana qizlar, maliniy asnovamizni ham idishimizga to'g'rab oldik. Oqni ham to'g'rab oldik. Birinchi oqdan boshlaymiz. Sababi to'rttasiga ham oq qilish, bejviy qilishim kerak.
quyishim kerak. Shuning uchun birinchi o'rinda oqni eritib, hidini, rangini qo'shib qolipga quyamiz. Hozir mikrovolnovkada shuncha osnovani где-то 40 minut, 40 sekundlarga eritadi mana mikrovolnovka. Endi hammaning mikrovolnovkasi har xil. Meniki 40 sekundga eritadi shuncha osnovani. Mikrovolnovkaga birinchi marta eritadiganlar qizlar, misol uchun shuncha osnova qilsalaringiz, ozroq 20 sekundga qo'yinglar. 20 ga qo'yganlaringizdan keyin bitta aralashtirib, yana 20 gami, 10 gami shunday qilib, mikrovolnovkalaringizni to'g'riga tushungunlaringizcha, qancha osnovani qancha vaqtga eritishini bilib olgunlaringizgacha kam sekundga qo'yib eritinglar. Sababi birdaniga ko'proq sekundga yoki minutga qo'yib yuborsalaringiz, idishlaringiz bilan birga eritib yuborishi mumkin-da. Shuning uchun ozgina sekundga qo'yib, o'zlaringizga bilib olinglar. O'zim ham bilib olaman, shuncha osnova 40 sekundga eriydi meniki. Hozir eritib kelib, yana videoni davom ettiramiz. Mana qizlarjonlar, sovunimizni eritib oldik. Suv yo'q bo'ladi, ichida hech qanaqa nimalari qolmaydi. Sovunlari bir xil erigan bo'ladi, shunaqa suv yo'qlikda suvday. Endi bunga rang qo'shamiz. Men bejiviy rang qilmoqchiman, shuning uchun bejiviy rangdan ozgina qo'shiladi. Bejiviy rang, fioletiy rang, yashil, ko'k ranglarni ishlatish kerak deb bilish kerak, sababi bular rangi to'qligi uchun sovunlaringizni juda ham to'q qilib qo'yadi rangini. Kamdan rangni qo'shinglar, hamma rangni. Unda o'zingiz xohlagan rang kelib chiqadi. Birdaniga to'kib yuborsalaringiz bo'lmaydi. Ozgina qo'shaman. Bular rang qilib. Endi hidni farqi yo'q, qancha qo'shsalaringiz ham taxminiy qo'shasizlar, 10 tomchimi, 15 tomchimi pipetka orqali qo'shsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa qilib qo'shaman. Shunday aralashtirasizlar. Tezroq faqat qizlar. Sekin aralashtirsalar, o'sha sovunlaringiz qotib qoladi. Qotib qolsa, ja qotmaydi ham, quyilib qoladi. Quyilgandan keyin qoliplarni oxirigacha, uchigacha yetib bormasdan gullaringiz keyin butun chiqmaydi qolipdan. Shuning uchun tez oldindan pol rezinkalarni o'tkazib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Mana esimdan chiqib qolibdi. Sovunlari zo'r issiq erigan bo'lishi kerak qizlar. Deyarli qaynaydigan darajada bo'lsin, lekin qaynab ketmasin. Qaynab ketsa o'zi terlaydi. Qolipga shunaqa to'ldirib qo'yamiz va qo'limiz bilan qolipni cheklarini silkitamiz. Shunaqa puzirokchalar chiqib oxirigacha yetib boradi shunda. Ham qattiq silkitmaymiz, to'kib yuboradigan darajada. Juda ham oson tayyorlanishi, ham qiziqarli, ham oson. Adashmasam точно aytadi. Agar shunday ham aytganday chiqmasa, cho'pni shunaqa qilib ichiga tiqib olamiz. Hamma joyi butun chiqadi, shunday yetib boradi sovunlar gullarning uchigacha. Tamam qizlar, endi qotishi bilan keyin chiqarib olamiz gullarimizni. Ichimiz 20 minut, tursin 15 minut. O'tgandan keyin ochib ko'rsatib, videoni davom ettiramiz yana. Mana qizlar, oradan 20 minut vaqt o'tdi va gullarimiz o'zi qotib bo'ldi. Bosib qo'ygan paytlaringiz iliqdan sovuqroq bo'ladi. Bemalol qolipdan ochib olasiz. Silib qoladi, hech nima bo'lmaydi. Mana qizlar, biz o'sha hammasi chiqdi, to'rttasi. Endi to'rtta xuddi shunaqa maliniviy rangdan chiqazib olamiz. Malinivini xuddi oqni eritganday eritamiz, faqat bunga rang qo'shmaymiz, hidni o'zini qo'shamiz.
va qolipga xuddi ko'rsatganimdek qilib quyib chiqamiz. Videoni ozgina tezroq qilaman, sababi video ko'p cho'zilib ketsa qiziqarli bo'lmaydi, shuning uchun bu yog'ini ozgina tezlashtiramiz. Endi qizlarjonlar, gulimizni shunaqa atraf idishimizga yig'ib ko'rsatib beraman. Yaxshilab diqqat bilan e'tibor qilib, videoni o'tkazib yubormasdan qanaqa joylashtirishimni yaxshilab ko'rib boringlar. Bittaga tushunib yetasizlar qizlar. Juda ham oson. Hozir ko'rasizlar. Qanaqa osonligini va chiroyli chiqishini. Bizga kerak bo'ladi shunaqa atraf idish. Buni oldi ham bor. Hozir ko'rsataman video davomida. Tahlil bo'lgandan keyin atraf idishimiz bor. Umidimdan buni donasi juda ham zo'r chiqadi. Gafka qog'ozimiz ham bor. Tagiga plyukat qilingan. Plyukatimizga ham videolari bor. Qanaqa qilib joylanishi hammasini video dastiga bor. Endi men video cho'zib ketmasligi uchun, videoning sifati buzilmasligi uchun kesib o'tirmadan plyukatni joylashtirdim tayyorgina qilib. Keyin bizga bo'ya chiqargan gullarimiz kerak bo'ladi. Adashmasam 9 ta ketadi. Atraf idishga deb o'ylayapman. Mana shunaqa universalniy barglarimiz, men lola barg deyman. Shundan kerak bo'ladi. Bundan har bitta gulimizni ostki tarafiga qilib joylashtirib chiqamiz va bezatish uchun isiriq barg tanladim, chunki oq bo'lganligi uchun uchlari chiroyli ketadi, chiroyli chiqadi. Keyin maliniy bo'lganligi uchun gulimiz maliniy lenta tanladim. Buni bel qismiga qilishga bezatish uchun. Kerak bo'ladi bezatish uchun qonqizlar hamda kam qolgan. Sabab barakali qonqizlarimiz bir pachka olsalar ancha vaqt ketadi. Pachkasida 40 ta bo'ladi, 10 ming so'm pachkasi. Keyin kerak bo'ladi shipashqa cho'plarimiz, kattasini tanladim men. Kattasi barakaliligi uchun. Hozir qanaqa qilib ishlatilishini ko'rsataman, qanaqa qilib kesilib, joylashtiriladi. Keyin bir kerak bo'ladi cho'plarni kesish uchun. Tamam qizlar, hamma kerakli mahsulotlari bitta gulning boshidan oxirigacha nimaiki kerak bo'lsa, hammasi bizda bor qizlar. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz uylaringizgacha ham bor. 2 kundan 3 kun mobaynida yetkazib beriladi. 27 ming so'm, 24 ming so'm bilan qo'llaringizgacha boradi. Qaysi viloyat tumandan bo'lishlaringizdan qat'iy nazar. Hamma mahsulotlar zakazga tayyorlab beriladi. Bemalol zakaz berib ishlaringizni va bizneslaringizni boshlasangiz bo'ladi. Endi gulimizni yig'ishni boshlaymiz. Qizlar diqqat bilan ahamiyat berib videoni kuzatinglar. Qizlarjonlar, birinchi o'ringa shipashqa cho'pimizni bir orqali shunaqa qiyasimon qilib, uchli qilib kesamiz va lola bargimizni uchli tarafidan tepaga qarab joylashtirib chiqib, tayyorlab bo'lgan g'uncha gulimizni joylashtiramiz. Bizda videoda qanaqa ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib joylashtirasizlar hamma gullarni. Qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar, ketma-ketlik bilan idishga joylab bir tekisda qilib joylashtirib chiqinglar qizlar. Bitta tarafi yon tarafga qarab qo'ygan, bir tarafi tepaga qarab qo'ygan, ko'p pastga tushib ketgan, har xil bo'lmasa tepadan qaraganda ham, yon tarafdan qaraganda ham
idishlaringizga bir xil gullar joylashtirilishi kerak. Qizim, mana shu yerda xato deb bo'lmaydi, lekin men bu kraf idishni sizlarga arzonroq tushishi uchun 8-mart uchun biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun tayyorlab ko'rsatyapman. Sababi 8-martga qancha ko'p arzon mini buketlar tayyorlasalaringiz, qancha arzon bo'lsa, shuncha zakaz ko'p bo'ladi. Shuning uchun shunaqa maqsadda kamroq gul ketadigan qilib ko'rsatmoqchi edim, lekin hozir tayyorlashim davomida ko'pam gullarni yon tarafga qarab terib ketadigan edim. Hozir video davomida ko'rasizlar. Qaytadan olib boshqatdan joylashtiraman. Bunaqa qilib yig'ganimga gul ko'p ketar ekan, lekin zo'r chiroyli chiqadi, ammo gul ko'p ketadi. Gul ko'p ketsa, buketlar ozgina qimmatroq chiqadi. Bizga arzonroq buket tayyor bo'lishi uchun, kamroq so'm ketishi uchun darslik kerak edi. Shuning uchun oxirigacha kuzating. Hozir gullarni qaytadan olib boshqatdan joylashtiraman. Ko'p yotqizmasdan tikkaroq qilib joylashtirib chiqaman.
ko'proq joylashtirmoqchi edim. Keyin o'ylab qarasam, yo'q, kamroq pul ketadigan, kichkinaroq, ixchamroq, arzon chiqadigan variant qilib bersam, qancha arzon chiqsa shuncha zapas ko'p qoladi shogirdlarim deb shunaqa kichkinaroq qilib yig'ib ko'rsatib berdim qo'ldan kelgancha. Endi og'zini ichida teshikchasi bor. O'sha teshikchasidan shpajkani uchlik tarafini teshib olamiz. Lentani uchini shu tarafdan chiqaramiz, chunki bunisini ham teshib olamiz. Gulni o'rtasiga tushsa yaxshi joylashadi. Agar mana bu gulni o'rtasiga kelib qolsa tushmaydi. Mana qaranglar. Ikkita gulni orasiga qilsam, shunday qilib lentani o'lchab olamiz. Joylashtirib bantik qilamiz. Mana qizlar, buketimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa podarishni juda ham chiroyli chiqadi. Razmeri ham kichkina emas. Men bularni bemalol 90 ming so'mga sotaman. Hozir endi sizlar bilan ketgan rasxodlarini, xarajatlarini qilib chiqamiz. Ha, deganday qizlar, mana bu lentani tushib ketmasligi uchun lentani ozgina mana qilib ko'tarasizlar-yu, qo'llaringiz bilan tortib, pistoletga ozgina siqib yopishtirib qo'yishni unutmanglar. 2 tami, 3 tami joyidan pistolet qilsalaringiz tushib ketmaydi. Shunda gullaringiz akkuratli mustahkam chiqadi. Klientga bergan paytlaringiz ham agar bantiga tushib ketsa yoki idishi tushib ketsa, og'zi tushib ketsa, klient taxlay olmaydi buni sizlardan boshqa kishi. Klient qilsalaringiz ishlaringiz shuncha mustahkam yaxshi bo'ladi. Klientga berganda ham uyaltirib qo'ymaydi, tushib ketib mustahkam bo'lib turadi. Xo'sh, endi qizlar, shu gulimizga ketgan xarajatlarimizni hisobini qilamiz. Qani necha pul bilan chiqibdi? Bilasizlar, Telegram kanalimda barcha darsliklarim, silkalar tashalgan va barcha mahsulotlarimiz narxi bilan yozib qo'yilgan. Mana shu Telegram kanalimiz. Nilufa Flowers deb yozsalar Telegramdan chiqib keladi. Mediasidan bemalol kerakli hamma narsalarni tanlaysizlar. Hozir shu buncha qolipimizni grammi necha gram sovun ketadi, shunisini
ko'ramiz. Mana shu g'uncha qolipdan tayyorladik gulimizni. Hop, demak 40 gram sovun osnova ketar ekan har bitta g'uncha gulga. 40 gram bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 ta g'uncha ketdi. Demak 40 ni ko'paytiramiz 7 taga. 280 gram sovun osnova ketgan ekan. 280 gram ketsa, sovun osnovamiz 1 kiloda 1 kilo 1000 gram bo'lsa, hamma sovun osnovalarimiz 1 kilodan standart o'lchangan. Ko'paytiramiz. 3 taga ko'paytirsak 840 gram ketar ekan. Xuddi shunaqa buketdan 3 ta chiqadi. Bitta sovundan, ya'ni 840 gram sovun ketar ekan. Yana sovunlarimiz, qo'ylarimiz ortib qoladi. Mayli 1 kilogram hisob ketar ekan deb hisoblaymiz 3 tasiga. Sovunimiz 45 ming so'm bo'lsa, sovunimiz 38 minglik osnovamizdan bu qaysi birini ishlatsalar, o'shanga qarab hisobini qilasizlar. 45 minglikdan ishlatsalar sovunimizni 45 ni bo'lasizlar 3 ga. 15 ming so'mlik sovun ketar ekan. Bilasizlar 840 gram chiqdi. O'zi 3 ta buketga, lekin 1 kilo hisobladim. Ortib qolganlar sizlar uchun bonus. 15 ming so'mlik sovun ketar ekan, ya'ni 45 minglik sovundan qilganman deb hisoblasam 15 ming so'm sovuni, 10 ming kraft idishlaringizni hisoblaysizlar qizlar. Nima buket yasashlaringizdan qat'iy nazar xuddi shunaqa hisoblanadi, eslaringizda qolsin. 10 ming so'm bizda kraft idish. Xo'p, plus 7 ta lola barg ishlatdim. Har bir g'uncha gullarni tagida 7 ta ketdi. Mana bunaqa maysa barg 4 ta, sariq barg 4 ta, 3 ta ishlatdimmi? Ishqilib 2 pachka hisoblaymiz. Pachkasi 8 ming so'mdan barglarimizni 16 ming so'm 2 pachka barg hisoblaymiz. Buni ham ortig'i bilan hisoblaymiz, bilasizlar. Qo'llaringizga ortib qolibdi mahsulotlar. Oxirroqda aytaman nimalarni hisoblash kerak emasligini. Xo'p, xon qizini hisoblamaymiz. Sababi o'zi 40 donasi 10 ming so'm bo'lsa, 4 donasi arzimagan pul bo'ladi. Shu uchun ortib qolgan mahsulotlardan mana shularni minus qilaveramiz. Cho'pni ham, boring cho'pni 2000 so'm hisoblaymiz, mayli. Po'kat hisoblamaymiz. Ichidagi po'katni gafli qog'ozni hisoblamaymiz. O'zi arzimagan pullar. Deyarli 1000 so'm ham bo'lmaydi. Lentani hisoblaymiz, mayli. 1 metr ketgani yo'q. 2000 so'm lentamiz metri. Menimcha, hit. Aytgancha qizlar, hit 10 gram ham ketmaydi. 10 grami 8000 so'm. Hitni mayli 5000 so'm hisoblaymiz. Boshqa hech qanaqa xarajat bo'lmadi. Rang ketgan bo'lsa, bir tomchi rang ketdi. 10 grami 7000 so'm turadi rangimizni. Bir tomchiday bejiviy rang ishlatdim. Tamom. Bu tayyor osnova edi. Osnovani hisobladik. Hamma mahsulotlarimizni hisobladik. Endi hop 50 ming so'm bilan chiqdi. Bilasizlar, oshib qoldi mahsulotlarimiz. Buni plus bemalol 50 ming so'm o'zimiz mehnat haqqimiz qilib 100 ming so'mga sotsak bo'ladi. 90 ming so'mga ham arziydi qizlar. Bemalol uyda o'tirib, juda ham oson va juda ham qiziqarli 40 ming so'mga shu buketni mehnat haqqisiga juda ham arziydi. Bemalol. Ko'pi bilan ketgan bo'lsa vaqtim 1 soat ketdi, eng ko'pi bilan. Yarim soatga ham, misol uchun shu joyimdan turmasdan tayyorlasam, yarim soatga ham bo'laman. Xudo xohlasa 40 ming so'm yarim soatga yomon emas. Keyin qizlar xohlasalar shunaqa podarочный sumchkalarimiz bor, bizani sotuvda. Shunaqalarga solib 8-martga bozorlarga olib chiqsalaringiz ham juda ham zo'r sotuv bo'ladi bozorga. Xohlagan joylaringizga bitta stol qo'yib, ko'proq nalichida gullar tayyorlab olib chiqib, shunaqa qilib qo'ysalaringiz juda ham zo'r sotuv bo'lib podarka bo'ladi. 8-martga sveta diodlarni ham ichiga qo'ysalaringiz
svetlarini yoqib, misol uchun stolni ustiga bozorga ko'rgan odamni havasi ketib, to'g'risi sotib oladi. Bayramga mos 100 ming so'mga misol uchun 100% arziydi-da. Mana qizlar. Paketi 14 ming so'm turadi qizlar. 120 ming so'mga sotsalaringiz bo'ladi keyin. Qizlarjonlar, hammalaringizga katta rahmat videomizni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun. Vaqtlaringizni ayamaganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa like, kommentariya bosib qoldirishni unutmanglar. Juda ham xursand bo'laman.